Mirzoir aka, Toshkent shahrida zo'r gilamli gilamlarini eng ko'p qaysi rayonlarga sotgansiz? Xo'p, hozir siz Yakkasaroy yoki Mirobod rayonini birinchi o'rinda aytadi deb o'ylaysiz. Yo'q, unaqa emas. Birinchi o'rinni video oxirida aytib o'taman. 5-o'rinda Mirobod rayoni, chunki u yoqda rus tabiati insonlar ko'pligi sababli gilamga bo'lgan ehtiyoj kamroq. 4-o'rinda Yakkasaroy, 3-o'rinda Olmazor rayoni, chunki Olmazor rayoni bizga yaqinroq sababli. 2-o'rinda Uchtepa rayoni, 1-o'rinda Shayxontohur rayoni. Nimaga aynan Shayxontohur? Do'konimiz ham Shayxontohur rayonida bo'lgani sababli, ikkinchisi Shayxontohur qolgan rayonlarga nisbatan katta hisoblanadi. Bu rayonda har xil odamlar bor, jaydar insonlar ham bor, vilkada sho'r ichadigan insonlar ham bor. Shunga do'konimizda har xil variantli gilamlar olib kelib qo'yganmiz. Kelishadi, ko'rishadi, tanlashadi, maslahat qilishadi. Uyligisiga keyin olib borib, variantlar qilib solib ko'ramiz. Ma'qul bo'lib olishyapti. Siz qaysi rayondansiz? Kommentariyaga rayoningizni belgilab keting.